Nafas olyapti. Poytaxtimizning Abdulla Qodiriy ko'chasida dahshatli avtohalokat yuz berganligi aytilmoqda va millar voqea joyiga yetib keldi. BMW rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'lga chiqib ketadi va oqibatda Tracker avtomashinasi bilan to'qnashib ketadi. Avtohalokat aynan mana shu yerda yuz bergan. Voqea soat taxminan 23:00 larda poytaxtimizning Yashnobod tumanida sodir bo'lgan. Avtohalokat natijasida BMW va Tracker 2 rusumli avtomashinalari haydovchilari va yo'lovchilarga tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifoxonaga joylashtirilgan. Sodir etilgan mazkur hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti bizga quyidagicha ma'lumotlarni taqdim etdi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli haydovchilar, 5 daqiqa keyin yoki kech o'sha manzilingizga yetib borasiz. Shunday ekan, tezlikni oshirmasdan qonun qoidalariga amal qilib yurishingizni so'rab qolamiz.